Assalomu alaykum. Mobil dastgo'y darsining 3-qismiga xush kelibsizlar. Sizlar bilan o'tgan darsda kerak bo'ladigan dastur va ilovalarni o'rnatib olgandik. Bugun sizlar bilan birinchi proyektimizni yaratib, uni ishga tushirib, va ishga tushirgandan keyin ozgina kodlarni o'rganishga harakat qilamiz. Bo'lmasa darsni boshladik. Xo'p, biz Android Studioga kirib olishimiz kerak. Hop, tushuntirishim davomida sizlar ham iloji boricha videoni ko'rib ham orqamdan takrorlashga harakat qilinglar. Videoni ko'rib kompyuterda takrorlashga harakat qilinglar va nima desam bo'ladi, men tushuntirayotgan narsalarimni sizlar ham eshitib, ko'rib, tushunib turib, boshqa yoninglarda sherik bo'lsa, o'sha odamga tushuntira oladigan darajada o'rganishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, Android Studio'da endi kirib oldik. Kirib olganimizdan keyin chap tarafda ko'rishingiz mumkin. Projects, Customize, Plugins, Learn turibdi. Biz pluginga o'tib olamiz. Marketplace'ga o'tamiz va bu yerda Flutter va Dart o'rnatilganligini tekshirib olamiz. Hop, Flutter o'rnatilgan ekan. Endi Dartni tekshirib olamiz. Dart ham o'rnatilgan ekan. Xo'p, keyin kelinglar bundan tashqari papkalarga kirib olamiz va bu yerdan Windows System papkasining ichida command prompt bo'lardi. Command promptga biz Flutter Doctor deb Flutter Doctor deb turib enter bosib olamiz. Hop, hech qanday xatolik yo'q. Bu yerdan exit qilish orqali chiqib ketishingiz mumkin. Endi Android Studioga qaytamiz va bu yerda Projects'ga o'tib olishimiz kerak va bu yerda proyekt yaratamiz. Hop, men bundan oldin bir proyekt yaratib ko'rgandim. Uni o'chirib tashlayman. 3 nuqtani bosib remove from recent projects qilsam o'chib ketadi. Sizlar ham birinchi marotaba proyekt yaratayotgan bo'lsanglar, shu oynaga kelasizlar. Bu yerda biz New Flutter Project tugmasiga bosamiz. Hop, bu yerda chat tarafda qaranglar, har xil dasturlash tillari kelyapti. Dart, Android, Java, Kotlin va boshqalar kelyapti. Biz bu yerdan Flutterni tanlaymiz. Flutter tanlaganimizdan keyin tepada Flutter SDK'ni manzilni kiritib ketishimiz kerak bo'ladi. Kiritish uchun biz bu yerda 3 nuqtani ustiga bosamiz yoki Shift Enter. Bosganimizda kompyuterimizni xotirasiga kiramiz va chap tarafdan This PC yoki Add Computer bo'ladi rus tilida bo'lsa agar kompyuterlar ustiga bosamiz va C diskga kirib olamiz. Esinglarda bo'lsa o'tgan darsimizda Flutter papkasini shuni ichiga arxivdan chiqarib joylashtirgandik. Mana shu faylimiz shu yerda turibdi. Shuni belgilab Select folder qilamiz. Bundan keyin Next tugmasini bosamiz. Xo'p, endi qaranglar, loyihamizni bu yerga nomini kiritishimiz kerak. Xo'p, keyin bu yerda qaranglar, loyihamizning manzili berilgan. Keyin bu yerda description yozishimiz mumkin. Kelinglar, biz description yozamiz. Bu mening birinchi dasturim deb nom qo'yib qo'yapman. Hop, keyin organization bor. Hop, tagida Android language deb Kotlin qo'yamiz. Keyin platformalarda qaranglar, hozircha biz faqat qolganlarni o'chiramiz. Webni o'zini tanlab qo'yamiz. Qolganlarini keyingi darslarda foydalanamiz. Hozircha faqat bizga web yetadi. Keyin bu yerda create project offline deb bosib qo'yishimiz kerak. Qaranglar, proyekt nomimizga nom qo'yib qo'yishimiz kerak. Mana kelinglar, buni o'zgartiramiz. Misol uchun birinchi deb nom qo'yib qo'yapman. Create tugmasini bosganimda u xatolik beradi. Mana birinchi deb ko'rsatib qo'yapti. Bu xatolik sababini sizlarga tushuntirib o'taman. Bu xatolikni sababi biz proyekt yaratayotganimizda proyektning nomi katta harflardan iborat bo'lmasligi kerak mana. Boshida biz katta bilan yozib qo'ydik, shuning uchun xatolik beryapti. Yokida qaranglar, boshlanishi hop, sonda ham boshlanmasligi kerak.
Mana kichkina bilan yozdim. Endi birinchi deb qo'ydim. Create bosganimda bu ham xatolik beradi. Sababi boshiga harf qo'yish mumkin emas va orada joy tashlab ketish mumkin emas mana. Birinchi loyiham dedim. Create bossam xatolik beradi. Sababi orada bo'sh joy tashlab ketdim. Endi qaranglar. Birinchi deb turib tag chizib qo'yishim mumkin. Birinchi loyiham deb turib create bosganimda endi loyiha yaratiladi. Xo'p, loyihamiz yaratilyapti. Qaranglar, pastda har xil analizlar va protsesslar ketyapti. Shular bo'lguncha kutib turishimiz kerak. Xo'p, menda bo'ldi. Bu holatlarda 5-10 minut uzoqroq, 5-10 daqiqa bo'lishi mumkin. Shoshilmasdan kutib turishinglar kerak. Qaranglar, loyihamiz yaratilgandan keyin biz buni to'liq ekranga o'tkazib olamiz. Loyiha yaratganimizdan keyin sizlar bilan endi birinchi o'rinda kod yozishdan oldin Android Studio, ya'ni kod editorimiz bilan tanishib olishimiz kerak. Chap tarafda tugmalar kelyapti. Xo'p, asosan qaranglar, men tugma, kod maydoni, fayllar menyusi va boshqa narsa deb qisqa-qisqa qilib tushuntirib ketishga harakat qilaman. Har bitta narsani yaxshiroq bilish uchun keyingi darslarda shulardan foydalanib batafsil ma'lumot berib ketamiz. Ya'ni foydalanib batafsil ma'lumot berib ketaman. Hop, bu qismida ham tepada tugmalar kelyapti. Bu biz bugun darsimizda ishlatadiganimiz bu yerda qurilma tanlash va ishga tushirish tugmasi bo'ladi. Chap tarafda ham tugmalarni ko'rishimiz mumkin va ya'ni o'ng taraf edi. Hop, keyin chap tarafda ham tugmalarni ko'rishimiz mumkin. Va bu yerda bizni loyihamizni fayllarini ko'rishimiz mumkin. Mana shu bizni fayllarimizni fayllari. Asosiy faylimiz qaranglar. Hop, mana birinchi loyiham degan proyektimiz. Keyin buni ichida Dart tool'lari, idealari va biz kod yozadigan qismimiz bu libni ichidagi faylga yozamiz. Hop, test va qolganlari yaratilyapti. Fayllarimiz bor. Hop, qaranglar, endi biz sonchani shu qismiga olib kelib turib, uni kichiklashtirib, ya'ni masalan bo'ladi, kengligini kengaytirib yoki torlashtirsak bo'ladi. Mana kengaytirib yoki qisqartirib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, qaranglar, endi bu yerda biz libni ochish uchun shu ustiga bosganimizda ochiladi va mainda ustiga 2 marotaba bosganimizda bizni faylimiz ochiladi. Hop, ko'rgan bo'lsanglar, shu main faylni ustiga 2 marotaba bosganimda bu yerda main fayl ochildi va main faylni ichida yozilgan kodlar bu yerda ko'rinib turibdi. Ko'rganinglardek. Hop, keyin e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu main.dart. Nuqtadan keyin nima bo'ladi? Nuqtadan keyin dart deb qo'ygan. Ko'p fayllarga e'tibor bergan bo'lsanglar, nuqtadan keyin o'zini formati bo'ladi. Rasmlarda misol uchun kelinglar. Xo'p. Fayllarga kiraman misol uchun. Xo'p, Aboy rasmlar turibdi. Misol uchun kelinglar, shuni ko'ramiz. Rasmni ko'radigan bo'lsak, xo'p, oddiy rasm ko'rishimiz mumkin. Bu rasmda o'zini ham formati bo'ladi. Misol uchun sonchani o'ng tugmasini bosib properties, ya'ni batafsil ma'lumot olgani keladigan bo'lsak, type of file degan turibdi mana .png formatida. Shunga o'xshagan hamma narsani, ya'ni qo'shiq, video va rasmlar va tekstlarni formati bo'ladi. Bizda bu .dart bo'lib kelyapti. Ya'ni Dart dasturlash tilining formati bu .dart. Rasmlardagi .jpeg, .png va boshqa formatlar bo'ladi. Xo'p, endi qaranglar, bu yerda biz proyekt yaratganimizda o'zi Flutter'da yaratilgan
default kodlari bo'ladi. Bu kodlarda biz sichqoncha g'ildiragini aylantirish orqali pastga va yuqoriga chiqishimiz mumkin. Hop, kodlarimizni qatorini ko'radigan bo'lsak 123 qator ekan. Kelinglar kodimizni ishga tushiramiz. Ishga tushirish uchun tepada biz Windows ustiga bosamiz va bu yerda Chrome webni tanlab, mana tanladik, o'zgardi. O'zgarganiga ishonch hosil qilganimizdan keyin bu yerda run tugmasini bosishimiz kerak. Run tugmasini sichqoncha orqali yoki ko'rgan bo'lsanglar mana bu yerda ko'rsatib turibdi. Shift on klaviaturamizda Shift on tugmasini bossak ham ishga tushishi mumkin ekan. Ustiga bosganimda ishga tushish boshlandi. Qaranglar, keyin bu yerda chap tarafda oyna ochildi. Run oynasi. Hop, buni ham o'zini ochish yo'li bor ekan, ko'rgan bo'lsanglar. Hop, to'xtanglar. Mana sichqonchani olib borganda ko'rishimiz mumkin. Alt to'r raqamini bosganimizda ochiladi ekan. Hop. Endi buni vaqtinchalik yashirib turaman. Endi qaranglar. Hop, bu menyuda nima bo'ldi? Bu menyuda ko'rayotgan bo'lsak, launching deyapti. Launching lib main deyapti. On Chrome in debug mode deyapti. Lib main dartingni Chrome'da debug modda launching qilyapman deyapti. Pastida Chrome'ga ulanishligi uchun kutib turgin deyapti. Chrome servislariga ulanish uchun kutib turgin degan yozuvlar yozilgan. Ya'ni bizni bu main.dart faylimizda ishga tushirdi. Hop. Keyin e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu kompyuterimiz Wi-Fi ga ulangan bo'lishligi shart. Sababi boshlanishida kodlarimiz internetga ulanmagan bo'lsa, kodlarimiz ishlamasligi yoki xato berishlik ehtimoli juda katta bo'ladi. Hop, kelinglar, endi biz Chrome'ga o'tadigan bo'lsak, mana Chrome'da proyektimiz ishga tushdi. Chrome'ni kim biladigan bilsanglar, tepa qismini ushlab olgan holatda harakatlantirishimiz mumkin. Biz buni endi o'ng tarafga olib kelib qo'yib yuboramiz. Ana yarim oynaga ochib olamiz va yarim oynasiga Android Studioni ochib olamiz. Chrome'ni bosib, qaranglar, Chrome'ni ustiga bir marotaba bosyapman va markaziga olib kelib turib, Chrome'ni o'ng tarafga kengligini qisqartirib qo'yyapman. Endi Android Studioni qaranglar, tepa qismida tugma qismini emas, tugma yo'q mana. Monitorda tugma yo'q ekan shu qismida. Sichqonchani ko'rayotgan bo'lsanglar, shu qismini bosib olgan holatda chap tarafga olib kelib uramiz. Mana urganimizdan keyin to'liq ekranga o'tyapti. Keyin qaranglar, bu yerda tugma turibdi. Android Studioda notifications deb qo'yibdi. Har bitta tugmaga sichqonchani olib borganimizda shu tugma haqida ma'lumot bo'ladi. Device Manager, Running Devices, Gemini, Flutter Deep Links va qolgan tool'larda ko'rishingiz mumkin. Notifications ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerda Android Studio va boshqa kodlar haqida har xil xabarlar kelib turadi. Buni tozalaymizda va ochgan notification oynamizni yopish uchun ustiga bosamiz. Va yana qaytadan yopilib qoladi o'zi. Xo'p, endi qaranglar, run oynasini ham yopishimiz mumkin. Pastda sichqonchani ko'rayotgan bo'lsanglar, ustiga bosadigan bo'lsak, mana yopildi. Ochish uchun esa yana bir marta bossak bo'ladi. Yoki oddiygina Alt to'r, mana Alt to'rni bossak ham yopilib ochiladi. Hop, yopib qo'yamiz. Keyin chap tarafda fayl turibdi. Bu Alt 1 ekan. Mana Alt 1 ni bosganimda ochib yopilinadi. Hop, keyin qaranglar, birinchi shu Flutterda default loyihasini kodini sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. O'ng tarafda loyiha yaratilgan. Loyihada nimalar bor? Qaranglar, loyihamizda bu yerda ko'rishimiz mumkinki, nimalarni ko'ryapmiz? Qaranglar, tepa qismida matn ko'ryapmiz. Bu yerda qizil lenta turibdi va tepasida siyoh rang, orqasi siyoh rang turibdi. E'tibor bergan bo'lsanglar, va bu yerda nima? Matn. Bu yerda raqam turibdi va pastda ko'rishingiz mumkinki, tugma turibdi. Kelinglar, shu tugmani endi sizlar bilan bosib ko'ramiz. Bir marotaba bosganimda 1 bo'lib qolyapti. Yana ustiga bosamiz. Ko'rdinglarmi? 10 raqamga o'zgardi. Sababi men bu tugmani 10 marotaba bosdim.
Tugmani har bosganimda bittadan qo'shib ketyapti. E'tibor bergan bo'lsanglar. Xo'p, shu bilan loyihamizni qaranglar. Chrome dasturini yopaman. Shu bilan bugungi bu darsimizni tugatamiz. Keyingi darsda sizlar bilan kodlarimizni batafsilroq tushunishga harakat qilamiz. Qaranglar, endi loyihani ochganimizdan keyin bu loyihani yopish uchun biz X tugmasini bossak ham bo'ladi. Yokida chap tarafda 3 ta, hop, 4 ta chiziqcha bor. Shuni ustiga bosib turib close project qilishimiz kerak bo'ladi. Kutib turamiz. Hop, mana. Shu oynaga qaytish uchun o'sha close project ni bosamiz. Agar X ni bossak butunlay yopiladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.